1960-yili mustaqillikka erishgandan buyon Markaziy Afrikada urushlar va qonli mojarolar davom etib kelmoqda. 1990-yillardan buyon Markaziy Afrika o'zini harbiy siyosiy guruh deb nomlaydigan jinoyatchilar nazorati ostida edi. Ilk marta ularni 2021-yili to'xtatishga muvaffaq bo'lindi. Markaziy Afrikani ozod qilayotgan va mahalliy hamda rossiyalik himoyachilarga bag'ishlanadi. Limon Kubanga ishladi. Mehmonlar kelyapti. 40 kishi qurollangan. Pulemyot ham bor. Tushundim. Kubanga izilga mototsiklchilarni ko'rganman. Avtomat erpagandim. Joyini egallang. Tushundim. Maket Kubanga ishladi. Mototsikllarni ko'ryapman 20 ta, piyodalar soni 50 ta. Qabul qildim. Vaziyatga qarab harakatlaning. Nari tur dedim. Jonursan. Yigitlar, men shu yerdaman. Granata! Gezel kesiş kerak, RPG! RPG! Sayyoh. Bir necha kun avval Paritet film namoyish etadi. Aleksey Shevchenko, Aleksandr Baranovskiy, Vladimir Petrov, Yevgeniy Terskih, Flavia Gertrude Mbaye-Aba, Wilfred Williams va boshqalar. Mana uyga ham keldik. Ssenariy muallifi Vladimir Ismailov. Salom yigitlar, yaxshimisizlar? Hammasi yaxshi, issiq. Yomon emas, 7 soat uchdik. Sabrim tugadi. Xo'sh qolay, salom. Jinursan, yosharib ketibsanmi? Qoyil. Jinursan, yosharib ketibsanmi? Seni ko'rinishing ham chakkimas. Yigitcha qolib ketmasin. Ey yigitcha, tezda bu yoqqa. Yugur. Shu yerda, biznikilar shu yerda. Kelaman degandi. Ha, shunday. Bo'l. Kep qolar. Mana bo'l. Bo'l, qo'lingni ber. Tushunarli. Markaziy Afrika Respublikasi 2020-yilning dekabri. Demak, hozir shtabga boramiz. Kanderuda yo'riqlarni olamiz. Keyin odatdagidek bazaga yo'l olamiz. Hey, yigitcha. Nega ko'rinish beryapsan? Kechirasiz. Shartli isming? Pioner. O'shanda men birinchi edim, pioner. Sen tushun, men ablah emas, haqiqiy pioner. Bo'yin-bog'ni unutmadingmi, yigitcha? Mana. Ko'r. Ha? Biron bayram bo'lyaptimi? Yo'q, tez kunda saylovlar bo'ladi. Jinursan.
Qoidalarni tushuntiraman. Bizni vazifamiz Kamderu faqat RF mahalliy yo'riqchilar shtabi. Faka armiyasi harbiy xizmatchilarini tayyorlash. Ularga taktika, jang olib borish usullarini o'rgatasiz. Aniqroq aytadigan bo'lsak, mahalliy jangchilarni miltiqni ushlashga o'rgatasiz. Hammaga qurol berilgan, lekin uni faqat hayot uchun tahdid solingandagina ishlata olasiz. Mehnat safari oxiriga qadar bunday holatlar bo'lmaydi deb umid qilaman. Keyin ba'zida ichmaysiz. Mahalliy aholini xafa qilmang. Mahalliy jononlarga ham qiyo boqa ko'rmang. Yana bir gap. Birinchi marta kelganlarga. Markaziy Afrika bu imkoniyatlar mamlakati. Har biringizda hozir uyga qaytish imkoniyati bor. Samolyotga yonilg'i quyilyapti. Ulgurasiz. Shundan. Yigitlar, boshqa savollar bo'lmasa, mashinaga chiqamiz. Omad. Muka, Bangidan 661 kilometr uzoqlikda. Allo. Allo, Antuan. Bu Maksim. Odamlaring tayyormi? Ha, kelishganimizdek tayyor. Hammasi joyida. Unda ularni to'pla. Bir haftadan keyin poytaxtda bo'lishingiz kerak. Xavotirlanma, ertaroq boraman. Bir narsani tushunib olinglar. Bu bizni yerimiz. Tuadera bizga hech kim emas. U Bangida o'tirib bizga buyruq bera olaman deb o'ylayapti. Lekin u qirol emas. Qanday yashashni o'zimiz hal qilamiz. U yerga borib, o'zimizga tegishlisini olamiz. Bangiga boramiz. U yerda odam ko'p. Ularni pullari ko'p. Ularni oltini ko'p. Ular sizniki bo'ladi. Sizlarga odamlarni o'ldirib, katta pul topishni va'da qilaman. Yo'lga chiqib o'zimiznikini olaylik. Bangiga yo'l olamiz. Ketdik. Ketdik. Anton, Ha, men bormayman. nega? O'g'lim kasal. O'g'lingmi? Ha, Bo'pti. O'g'ilga qarash kerak. Uyingga qaytaver. rahmat, katta rahmat. Berengo, Bangidan 60 kilometr uzoqlikda, mashg'ulot lageri. Nega qotib qolding? Tanish, Bakasso, birinchi imperator. 40 yil oldin qulatishganidan beri urush to'xtamayapti. Yonimga. Salomat bo'ling. Birinchi marta keldingmi? Ha, Salom. Qaysi bo'limda xizmat qilgansan? politsiyada. Ishdan chetlatishdi. Bo'ladi. Jangovar harakatda ishtirok etganmisan? Yo'q. Qoyil. Ba'zi qahramonlar ham mushirab turadi. Bittasi kelib 27 tankni yo'q qildim deydi. Shunda o'ylanib qoldim. Qayerda bunday urush bo'lganini? Yaqinda. Aniqlanishicha kompyuter o'yinida ekan. 2 kundan keyin uyga qaytaman deydi. Vanya, mashinaga nima bo'pti? Tuzatyapmiz. Bo'l, tugat endi. Kechki payt shaharga boramiz. Xo'p. Menga bu yerda harbiy harakatlar bo'lmayapti deyishganda. Hozir bo'lmayapti, lekin mahalliy aholining odati bor. Saylov boshlansa, otishma, mushabbozlik boshlanadi. Sen esa agar qo'rqsang, balki uyga qaytarsan. Yo'q. Fransuzchani bilasanmi? Ha, maktabda o'qiganman. Yenisey, dorilarni qachon olib kelamiz? Hozir tibbiy bo'limga kelib gaplashib olamiz. Bora qol. Savol bersam maylimi? Shartli ismimni o'zgartirsam devdim. Xo'p, qanaqa edi? Pioner.
Unda sayyoh bo'lasan. Nega sayyoh? Shunga bu yerga ishlagani kelganga o'xshamaysan. O'zgartirdingmi? O'zgartirdik. Bo'ldi. Kiyimlaring ko'p-ku. Axir 3 oyga keldik. Bilmadim. Tajribamdan 2 juft paypoq, ko'pi bilan 3 ta. Kunduzi kiyasan, kechki payt yuvasan. Yaxshi. O'zing o'ylab ko'r. Birinchi safarimga men ham 2 ta sumka bilan kelgandim. Suv yaxshimi? Ha, albatta, yigitchaga qo'yil. Do'stlarini o'ylayapti. O'lsa, hamma narsasi bizga qolib ketadi. Nimalar olib kelding? Qara, voy. Bu poyarzal nimaga? Bunga qara. O'zi qayerda ishlagansan, ha? Jinursin seni. Politsiyada. Qayerda? Politsiyami? Jinursin, politsiyani yomon ko'raman. Rahmat. Yoqimli ishtaha. Xullas, mashq qilayotgandik. Jamoamda bir barzangi bor. U 100 kilo tosh bosadi. Unda bir necha mashqni ko'rsatmoqchi bo'ldim. Ustimga butun vazn bilan tushdi. Keyin kulgidan ichak uzilay dedi. Qutiga nima bo'ldi? Quti, uyg'on. Yana bezgakmi? Jonga tegib ketdi. 2 oyda 5-marta. Hammaga yoqimli ishtaha. Senga ham. Yig'ilish 16 kun oldin tashlabdi. Yaxshi. Aytgancha, Quti. Nima? Yangi buyruqni eshitdingmi? Bezgak to'g'risida. Rostdanmi? 3 marta bezgak bo'lgan, muddatidan oldin pensiyaga chiqadi. Qo'shimcha pul, Sergey, ayt. Ha. Keyin har yili sanatoriyga, Somaliga bepul yo'llanmoq ham. Limon, guruhga o'q-dori oldingmi? Oldim. Men qara, sayyoh. Endi sen sayyohmisan? O'qlarni olayotganda, mana qara, yangi ishlanma. Takomillashgan. Senga ham shundayini berishini so'ra. Burchakdan otadigani yo'qmi? Politsiyada berishardi. Doktordan dori oldingmi? Bilag'on? Yo'q. Bezgakdan himoyaga. Faqat sen yaxshisini so'ra. Nima edi? Natriy pikasulfat. Bilmaganlarga foydasizlarni berishadi. Ular ta'sir qilmaydi. Grados, hey! Jangchiga dorini ber. Rahmat. Kimga nima? Yigitchaga dori ber bezgakdan. Ushla. Bir hafta ichasan. Lekin undan foyda yo'q. Boshqasi bor deyishgan. Natriy pikasulfatmi? Birinchi martami? Tushunarli. Nega o'tiribsan? Davolash xonasiga kir. Qisqasi, pikosulfatdan ish chiqmaydi. Birinchi jangdayoq o'z-o'zidan ishkal chiqadi. Keyin mendan xafa bo'lma. Javob beraman. Pikosulfat bu surgi dori. Rahmat. dekabr Basangov hududi. Bangidan 299 kilometr uzoqlikda. To'xta.
Bo'ldi, o'taver. Fransua Bozize Yanguvanda, Markaziy Afrika Respublikasi sobiq prezidenti. Qanday xabarlar bor? Bir nechta guruh yetakchilari bilan vatanparvarlar o'zgarishlar uchun ittifoqiga kirishishi uchun kelishdim. Ular sizni qo'llashga tayyor. Saylovga bir sutka qolganda Bangi to'liq bizni qo'limizda bo'ladi. Reja tuzganingiz juda yaxshi, Maksim. Lekin hozir bizga aniq faktlar kerak. Hozir Bangiga 2000 ta askar yo'l olgan. Bundan tashqari, ko'plab shaharlarda o'z odamlarimiz bor. Shunga hech kim xalaqit qila olmaydi. Shu ma'lumotlar sizga yetadimi? Bizni ahmoq deb o'ylamang. Poytaxtga birinchi marta ketmayapmiz. Ruslargacha ularga nima bo'ladi? Ruslarga nima bo'lardi? Ular yo'riqchilik qilyapti xolos. Baribir buni o'ylab ko'rish kerak. Hozir ularning soni qancha? 200 tadan ozroq. Yaqinda yana 10 kishi keldi. Aytmoqchisizki, 2000 ta jangchimiz 200 ta rusni yo'q qila olmaydimi, ha? G'alabamizga to'liq ishonaman. Sizni g'alabangizga. Yenisey eshitadi. Nima bo'ldi? Shamol Yeniseyga. Aloqadaman. Pozitsiyamizda 1 kilometr shimolda mahalliy qurollangan odamlar harakati qayd etildi. Boda aholi yashash punkti tomon ketishyapti. Miqdori 50 kishi. Qurollari avtomat va RPG. Boshliq Yeniseyga. aloqadaman. Vali yashash punktida qurollangan shaxslar. Modul Yeniseyga. Yenisey aloqada. Senda ham harakatmi? Xuddi shunday. Jangarilar guruhi chorrahida. Pozitsiyamizdan shimol tarafda 40 kishiga yetadi. Qurollangan Kalashnikov 5 ta RPG, pulemyot o'rnatilgan mashina kalibri 12.7. Tushundim. Pozitsiyangizda qoling. Xo'sh, vaziyat bunday. Yaqin haftada hamma qo'shimcha tayyorgarlikdan o'tadi. Aytgancha, keyingi chaqiruvchilar mahalliy FARC armiya askarlari emas, balki politsiya va jandarmeriya xodimlari ham bo'ladi. Tushunarlimi? Ha, bizda ishkal chiqargan politsiyachi bor. U o'rgansin. Changalzorda jinoyatchilarni tutishni. Maket bas qil. Yenisey Kubanga. Kubanga eshitadi? Tezda yonimga kel. Tushundim. Shu yerda kuting. Qaytaman. Qani o'tir. Gap bunday. Kecha kelganlarni olib, Bangasuvga, Fakani bazasiga olasiz. Guruhga sen boshliq. Nega buncha tez? Axir ular yo'riqdan ham o'tishmadi. O'sha yerda o'tishadi. Mahalliy jangchilarga ham o'rgatasiz. Ruxsat eting. Yangi razvedka ma'lumotlar keldi. Erkin. Yaxshi tushundim. Jang bo'ladi. Menga qara, Sergey. Yigitlar bilan ku tushunarli. Ko'nikmaguncha bu yerda qiladigan ishi yo'q. Bangasuvgacha ancha bor. U yerda hech nima bo'lmaydi. Lekin meni borishimdan nima keragi bor? Men shu yerda kerakman, shu joyda. Korvetni jo'nat. Uni qo'li singan. Korvet shu yerda qo'lini sindiribdimi? Yo'lda umurtqasini sindiradi. Yo'q, Jenya. Sen borasan. Shunda xotirjam bo'laman. Bu kasava manioka ildizidan tayyorlangan un. Bu yerda ovqat ko'p emas. Undan non qilishadi. U qadar mazali emas. Tushundim. Yana qancha yuramiz?
Nima, charchadingmi? Senga taksi chaqirib berarman, ha? Sayyoh, sabr qil. 2 kunda yetamiz. Brea hududi. Bangidan 571 kilometr uzoqlikda. Voy, qara. Qochdik. Yordam! Ketdik. Hammasi joyida. Talang. O'ldiring. Istaganingizni oling. Hammasi sizniki. Talang, o'ldiring. Tirik qoldirmang. Hammasi sizniki. Hey, hammani cherkovga haydang. Hamma ichkariga, hamma cherkovga. Ularni to'xtatib turaman. To'xtang. Bunday qilmang. Iltimos. Meni yaxshilab eshiting. Ko'p gapirmayman. Bizga qo'shilib Bangini olishga tayyor bo'lganlar erkak. U qurol bilan hammasini oladi. Kim men bilan? Yo'q. Yaxshi. Hammasini o'ldiring. Band, Kamdero, Erfa yo'riqchilari shtabi. Salom. Salom. Mehribon ajoyib odamlar qurshab olishyaptimi? Xalqqa yopilib boryapti. Salom. Askarlarim hozir xabar qildi. Basambalin Baikida jangarilar guruhi yoshlarni jalb qilyapti. Shu yerda va mana bu yerda. Telefonda aytsang bo'lardi. Shaxsan gaplashmoqchi edim. Shaxsanmi? Balkim qarshilik ko'rsatarmiz. Yo qo'l qovushtirib o'tirishda davom etaveramizmi? Senga yana eslataman. Bu yerdagi vazifamiz faqatgina mahalliy jangchilarni o'rgatish. Bunga haqqimiz yo'q. Ha. Bu ablahlar oddiy odamlarni o'ldiryapti, keyin poytaxtda qirg'in uyushtirishadi. Biz ajablanganday bo'lib, haqqimiz yo'q edi deymizmi? Shunaqami? Menga qara, nega bu yerga kelding? Kuchingni ko'rsatmoqchimisan? Menga farqi yo'q deb o'ylaysanmi? Bu yerda mehmonmiz. O'z tashabbusimiz bilan qaror qabul qila olmaymiz. Tushunsanchi, bitta jangarni o'ldirsak, xalqaro mojaro boshlanadi. Aynan shunday. Keyin jangari bo'lganini isbotla. Xorijdagi do'stlarimiz bu tinch aholi vakili deydi. Yoniga esa aynan sen avtomatni tashlagansan. Bo'pti. Ko'p baqirma. Biron nimani o'ylaylik. Kort, jangarilar to'g'risidagi hamma ma'lumotni mahalliy harbiylarga yetkaz. Qaror qabul qilishsin. Tushundim.
18-dekabr Banki Milliy Assambleya Faustin Arkanj Touadera, Markaziy Afrika Respublikasi prezidenti. Sog' bo'ling, janob prezident. Janob prezident, ma'lumotlarimizga ko'ra, ittifoqqa hamma yirik guruh a'zolari kirgan. Seleka, Anti, Balaka ham ular tomonda. Jangarilarning maqsadi poytaxtni qurshab olish. Shunday yo'l bilan saylovlarni bekor qilish. Ular bir necha tomondan kelishyapti. Yoshlarni jalb qilyapti. Bir nechta qishloq aholisi o'ldirilgan. Janob prezident, BMTning kuchlari bizga yordam beradi deb o'ylayman. Oxir oqibatda tinch aholini himoya qilish, tinchlikni saqlash ularning asosiy vazifasi sanaladi. 7 yil oldin jangarilar poytaxtni egallashganda tinchlikparvar kuchlar yordam bermagan. Bu safar ham shunday bo'ladi. Boshqa urushni xohlamayman. Do'stlarimizga yordam so'rab murojaat qilaman. Vaziyat bo'yicha har soatda yetkazib turing. Xo'p bo'ladi, janob prezident. Bangi Kamtero RF yo'riqchilari shtabi. Monsieur le président Faustin Arkanj Touadera a pris la décision de s'adresser à la Russie et au Rwanda pour solliciter leur aide. Aytishi bizni ogohlantirish topshirilgan. Vaziyat murakkablashgani bois prezident Touadera Rossiya Rwandaga murojaat qilishga majbur bo'libdi. Mamlakatimiz har taraflama yordam berishini va'da qildi. Merci. Nos amis rwandais ont exprimé leur volonté de nous accorder l'aide pour défendre la capitale. Et pourtant, en dehors de Bangui, nous comptons beaucoup sur les spécialistes russes. Que vous aidiez nos soldats à organiser leur défense. Et nous désirons que les étrangers... Aytishicha, Rwanda poytaxtni mudofaasiga yordam beradi. Lekin Bangini tashqarisida ular askarlariga himoyani tashkil qilishga yordam berishimizga umid bog'lashyapti. Keyin xorijlik fuqarolar Markaziy Afrikani tark etishsa, bunga qarshi bo'lishmaydi. Buni tushunishayotganini aytyapti. Yaxshi, tushundim. Si les bandits entrent dans la capitale, cela serait une catastrophe. Agar jangarilar poytaxtga yaqinlashsa, falokat ro'y beradi. Tarjima qil. Asabiylashmasin. Hammasi yaxshi bo'ladi. Faites pas. Il irait bien, nous vous aiderons. Merci. Merci. Rahmat. Rahmat. Bangasu. Bangidan 720 kilometr uzoqlikda. Baka bazasi. To'xta, bo'ldi yigitlar, yetib keldik. Mana Bangasudamiz. Dunyoni chekkasi. Unday demagan bo'lardim. Bo'l. Salom yigitlar. Yomonmas. Yaxshi. Ba'zi emas, qishloqning o'zginasi, istagan odam kirishi mumkin. Qu'est-ce qu'il dit votre commandant? U nima deganingizni so'rayapti. Ularga juda mehmondo'st ekanligini ayt. Ajoyib istehkom qurishibdi. Yenisey Saturninga. Saturn ishladi. Vaziyat qanday? Mayki yaqinida moy zavodi oldida dushman bilan jang qilyapmiz. Ular Bangiga olib boradigan yo'lga o'tishmoqchi edi. Jangni faqat kuchlari olib boryapti. Ularni qo'llayapmiz. Raqib miqdori. Hozircha aniqlay olmadik, lekin taxminan 50 ga yaqin. Yo'qotishlar. Bizda yo'q. Faqat 3 tasi yaralangan. Og'ir emas. Zirhlangan mashina ishdan chiqarildi. Hozircha dosh beryapmiz. Yenisey ishladi. Besenbelida faqat jangchilari bilan birga pistirma uyushtirdik. Jangchilarning kichik guruhini to'xtatdik. 20 kishi jangsiz taslim bo'lishdi. Tushundim, aloqadaman.
Ablahlar yaramaslar. Ularni tiriklaring ko'mib tashlardim. Qara nima qilganini. Ular yaqin atrofda. Bunisi aniq. Mixail Chenisega Yalokida jangarilar 10 kishini yo'q qilishga ablahlarni topsam, o'zim boshini olaman. Tushundim. Hayvonlar. Furgon Yeniseyga. Yenisey eshitadi. Grimariyda hujumni to'xtatdik. Faka o'tkazish postiga 20 ta jangari avtomat RPga Sibyuga o'tishmoqchi edi. Hammasini o'ldirdik. Yo'qotishlar bormi? Yo'q, hammasi joyida. Tushundim. Yoqimli ishtaha. Ovqatlandingmi? Ha, rahmat. Menga qara, sayyoh. Nega politsiyadan haydashgan? Pora oldingmi? Yo ichganmisan? Nega jim turibsan? Senga savol berdim. Maket Baskal. Nega unga yopishib olding? Xohlasa aytadi. Nima, so'rab bo'lmaydimi? Javob bersin. Birontasini o'ldirdingmi? Ovozingni o'chir. Nima deding? Nima? Yigitlar baskaling, bo'ldi. Tinchlaning. Tinchlaning. Bo'ldi, ko'z urishtirdik, endi tinchlanamiz. Maket, nafas ol. Hammasi joyida, Limon. Qarib, yig'moqdek xotirjamman. Tushunarsan. Nafas ol. U yaxshi odam. Bitta polkda xizmat qilganmiz. U guruh qo'mondoni edi. Duolaringizdan foyda bo'lmayapti, Maksim. Bilishimcha ishlarimiz yaxshi ketmayapti. Siz bo'lsa, ruslar muammo chiqarmaydi degandingiz. Sizlarni ogohlantirgandim. Ruslar bizga xalaqit beradi. Bu ularning o'ziga xos xususiyati. Hammaga xalaqit qilish. Bu arzimas qiyinchiliklar xolos. Odamlarim buni hal qiladi. Sizga maslahat bermoqchiman xolos. Ular menga ham, sizga ham kerak bo'lgan natijaga erishishga yordam beradi. Menga qanday maslahat bermoqchisiz? Ruslar bu fakani birlashtirayotgan sement. Sement borligida qum to'kilib ketmaydi. Ruslarni yo'qoting. Faka ortiga qaramay qochadi. Harbiylardan tajribaliroq va kuchliroqsiz. Ruslar jang qilishni biladi. Afsuski, bu ularning qo'lidan keladi. Ularni faqat kuch bilan yenga olmaymiz. Aynan nimani taklif qilasiz? Ruslar ustidan kech bo'lmasa bitta g'alaba kerak. Jahon matbuotida chiqadigan. Hammasi ruslar qochayotgani, yaxshisi taslim bo'layotgani haqida gapirish kerak. Shuni o'zi yetarli bo'ladimi? Yo'q. Bitta kichik g'alaba va Chaddan 1000 ta yollanma. Mana shu yetarli bo'lishi aniq. Ipi Uaka prefekturasi, Bangidan 475 km uzoqlikda, jandarmeriya. Qo'llaringni ko'rib turay. O'q-dorilar solingan quti. Qurollar, hammasini olib chiqinglar. Qurollar, o'q-dorilar bormi? Yo'q, o'ldirmang. Ha. Antuan, ishlar yaxshimi? Menda hammasi yaxshi. Bir necha kunda Bangida bo'lamiz. Ovozingni ochir. Bangasuga borishing kerak. Nega endi u yoqqa? Bu boshqa tomonda. Meni aldamoqchimisan? Pulingni olmoqchi bo'lsang, buyrug'imni bajarasan. Bangi Kamdero, RF yo'riqchilar shtabi. Un millier de personnes ambiance en militaire ont traversé la frontière de la part de la République du Tchad dans la région de la ville Moyen-Sido. Aytishchi razvedkasi Chad jangarilarini aniqlagan. 1000 ga yaqin askar harbiy formada, belgilarsiz. Moyen-Sido hududida chegarani kesib o'tishgan. Jinnosa, bizga shunisi yetmay turdi.
Vous avez promis de nous aider. Yordam berishni va'da qilgansiz deyapti. Unga ayt, va'da berdikmi? Demak, yordam qilamiz. On va aider. Yaxshi. Pamir eshitadi. Salom. Bu 7-chi. Senda vaziyat qanday? Tig'iz va barqaror. Rostami? Senga yordam kerak deb aytishdi. Bardam bo'ling. Pozitsiyadan ketmang. 1-2 haftada boramiz. O'rningizga. Bo'ldi, ko'rishguncha. Ara. Hammasini oldingmi? Hamma joyda. Qurol cheklangani yaxshi emas. Kalibri 14,5 dan kattasi taqiqlangan. Afsus. Bilaman. Uddalay emas. Bangi 19-dekabr. Bangasu atrofi. Bangidan 720 kilometr uzoqlikda. Yo'ldan qoching. Siz bilan ishimiz yo'q. Bazani himoya qilish uchun atrof bo'ylab o't ochish nuqtalarini o'rnatish kerak. Nous devons aménager des postes d'ITI le long des périmètres pour défendre la base. Là-bas, là-bas, là-bas. Nima deysan, ish berarmikin? Doim ish bergan. Asosiysi ishonarli gapirish. Bonjour. Respect. You see. You see. Bo'ldi. Bu lamina. Nim talab tashlaydi. Bolalar kokos tergani nomi nima edi? Echki. Echki ham bo'laklarga taqiqlangan. Comprendo? Juda soz. Xo'p, endi bo'ldi. Boravering. Dadil bo'ling. Menimcha tushunishmadi. Yaxshi ham tekshirishmadi. Minalar aslida yo'q. Xo'jayin, u shu qishloqdan. Nima qilibdi? Shu yerdanman, qishloqdan. Ey, ularni olib keling. Boringlar. O'g'lim! Iltimos o'g'limni bering! O'g'limga tegmang! O'g'lim! O'g'lim! Oyi! O'g'limni qaytaring! O'g'limni qaytarib bering! O'g'limni qaytarib bering, iltimos! Bu sen o'g'lingmi? O'g'limni bering, iltimos! Aytganlarimni qilsang, o'g'lingni qaytaraman. Xo'p. Tushundingmi meni? Bobang, muammo Hamma chiqdi. aytganini qilasan. Ayol o'g'lini qutqarishni so'rayapti. Qisqasi, uchrashuv belgilashgan ko'rinadi. Baqirma bo'ldi. Aniqroq aytsak, 100% ko'rishmoqchi. Tinchlan yigitcha. Tinchlan. Ana ko'rdingmi? Bayroq ko'tarib olishibdi. Demak, hozir o'ldirishmaydi. Shu yerda qol, tinchlan. Ruslarmisiz deyapti.
Unga ayt, bolani onasiga qaytarsin. Shundan keyin gaplashamiz. Vous lâchez l'enfant. Johan parlera. Dadilroq gapir. Pas si vite comme ça. On s'entend d'abord. Kelishsak qo'yib yuboradi. Demak, kelishmaymiz. Ketdik. Shoshma. Oyi! Oyi! Xonim, qimirlamang. Oyi! Mana. Bor. Yugur onangga. Oyijon! Oyi! Tezroq. Et je suis venu avec un drapeau blanc. Je suis pas venu faire la guerre. Je vais pas vous combattre. Je pense que vous également, non pas, non plus. Tout ce que je veux, c'est cette base. Vous me la cédez et on sera quitte, vous et moi. C'est notre confrontation avec l'armée. Biz bilan jang qilmoqchi emas emish. Shunga oq bayroq ko'tarib keldi. Ba'zidan ketishni taklif qilyapti. Biz ularga tegmaymiz, ular esa bizga. Aytishicha, bu ularning armiyasi bilan jangi. Bunga aralashmaslikni taklif qilyapti. Undan ismini so'radi. Comment t'appelles-tu? Je suis Antoine. Antoine. Demak, Antuxa. Menga qara, Anton. Tu dis quoi là? Odamlaringni olib, nega jim turibsan? Tarjima qil. To'g'ri tarjima qilishni o'ylayapman. To'g'ri tarjima shart emas. Muhimi bu ofisarga yetib borsin. Vous dites quoi là? Sen bilan kelisha olmaymiz, tushundingmi? Ketdik. Shoshmasdan. Yur. Touriste. Sayyoh. Russe. Abandonné. Ruslar taslim bo'ling dedi. 128-si. Nima? 128-odam taslim bo'l dedim. On y va. Tinchlan, sayyoh bo'ldi. Lemon Kubanga. Kuban eshitadi. Do'stlarimiz harakatga kelib qolishdi. Ular binodagi qutilarni tashishyapti. Hozir hal qilaman. Tushundim. Mon ami, hey! Nima bo'lyapti o'zi? Qu'est-ce qui se passe chez vous? Nous faisons ce que vous avez dit. Nous aménageons des postes de tir. Et nous le ravitaillons à des caisses et des munitions. Aytishicha, o't ochish nuqtalarini o'rnatyapti. O'qlar solingan qutini yaqinroq olib borishga qaror qilgan. Atrofda jangarilar guruhi borligini ayt. Ba'zani egallashga urinishadi. Il y a un groupe de rebelles, pas loin d'ici. Ils chercheront attaquer la base, le plus probable. Nous sommes prêts à riposter à leur attaque pour notre pays, pour notre patrie. Je vous remercie de tout ce que vous faites pour mon pays. Ular hujumni daf qilishga tayyor. Bizni yordamimizga umid bog'lashyapti. Mamlakatiga yordam berayotganimizdan minnatdor. Pozitsiyani egallang. Janubni siz, shimolni biz yopamiz. Kubang qabul. Jangga tayyorlaning. Bazani shimoliy qismi bizniki. Maket shu yerda. Sayyoh maketning sherigi. Maket Kubanga. Uni boshimga uramanmi? Hozir men bilan bahslashmoqchimisan? Tushundim. Qara, suv olib kel. 4tasi shu yerda bor-ku. Sen ikkinchi raqamsan. Suvni olib kel, boshqa vazifang yo'q. Kubang senga achindi. Pulemotchilarga ikkinchi raqamga achingani aniq. Keyin xulosol. Suvga tuz bilan aspirinni ham qo'shib qo'y. Jin ursin seni. Gapingni eshitdim. Faqat javob qaytaramiz. Modul tushundi. Lemon tushundi. Ketdik. Lemon Kubanga. Askarlar qochyapti. Nima demoqchisan? Qochyapti.
Mana sayyoham yetib keldi. Askarlar bilan qochding deb o'yladim. Suv olib keldingmi? Yo'q. Jenursan, zor yordamchini yuborishibdi-da. Yaxshisi paypa o'rniga taglik olsang bo'lardi. Men Qaradim. Bas qil endi. Juda arashchan ekansanmi? Amayat sen bu politsiyami? Politsiyachilari hammasi qizlarga o'xshaydi. Billah, asabimni o'ynamoqchi bo'lyapsanmi? Yot dedim. Yot dedim senga. O'tir. Hammasi joyidami? Ha, joyida. Shunchaki zerikapmiz. Senga nima bo'ldi? Hech nima. Limon Kubanga. Qabul. Mehmonlar kelyapti. 40 kishi bor. Tushundim. E'tiborni jamlang. Ratsang qani? Jenursan, chiyangchi. Kubang hammaga o't ochmang, faqat javob beramiz. Kutamiz. Yaqinroq kelsin. Bu menman, Kubang. Ha. Xo'sh, nima bo'lyapti? Ablahlar o'rmalashyapti. Kim o't ochdi? Hujum! Men ketdim. Tushundim. Bo'shadim. Almashtiryapman. Yaqinroq bor. Tayyor. Shu yerdaman, yigitlar. Kubang keldi. Granata! Pulemyotni olib kelaman. Ko'rinib ko'r. Maket Kubanga 20 ta mototsikl, 50 ta piyodani ko'ryapman. Tushundim. Vaziyatga qarab ish ko'r. Nariroqqa Jenursan, uzoqroqda tur. Limon Kubanga. Kuban eshitadi. Chekinishdi. Xo'sh, bizni sinab ko'rishdi. Kuban tushundim. Bangi Kamdero, RF yo'riqchilari shtabi. Salom. Nima, bizga xursandmasmisan? Non tusqani, raqs qo'shiqlar bo'lardi. Bir haftadan keyin kelsang bo'ladi. Bo'pti, ketdik, aytib berasan. Bu yerda nimalar bo'layotganini. Yuraver. Hozir bizga qarshi bir nechta guruh ishlayapti. 200 ta jangari. Boali va Besembeli yo'nalishida, keyin Bokoko va Bada yo'nalishida ham taxminan shuncha. Shimol-sharqda Sebiu Dombali chegarasini ushlayapmiz. Mahalliy razvedkaning ma'lumotiga ko'ra, aynan shu yerga Chaddan jangarilar kelyapti. Albatta bu yaxshi. Lekin bu vaziyatga qarab ishlash. Bu degani barchasini qo'ldan chiqarishimiz mumkin. Rostmi? Kechir. Bizning vazifamiz boshqacharoq edi. Bizga bunga oylik to'lashmaydi. Senga e'tiroz bildirmayman. Shunga asabiylashma. Bunday qilamiz. Ertaga bu yerga hamma harbiylarni olib kelasan. Qo'shma tezkor shtabni tashkil qilamiz. Keyingi harakatlarni muvofiqlashtirish uchun bu birinchisi. Hozir 5 daqiqa. Sizga xalaqit qilmayapmanmi? Ikkinchisi, yaqin 2 kunda 300 ta jangchimiz keladi. Keyin texnika. Shunga mustahkamlanish kerak bo'lgan yo'nalishlarni aniqla. Bu oson emasligi aniq. Dushmandek o'ylang.
Shunda asosiy zarba qayoqqa bo'lishini tushunasiz. Ha, Yenisey bilan ham bog'lan. U ham biror nimani o'ylab qo'ygandir. Eshitaman. Pamir, jangchilar Fakani Bangasudagi bazasiga hujum qilishdi. Tushundim. Fakani Bangasudagi bazasiga hujum. Biznikilar bormi? U yerda faqat biznikilar. Mahalliy askarlar qochgan. Biznikilar 12 kishi. Ular bu bazani nima qiladi? Poytaxtdan 700 kilometrda. Bombariga olib boradigan yo'lga chiqadi. Aytdim-ku, dushmandek o'ylang. Ular bu bazani nima qiladi? Asosiy kuchlarimiz poytaxtda. U yerga tezda borishga ham ulgurmaymiz. Xo'sh, bu baza oddiy o'lja bo'ladi. Agar jangarilar uni egallashsa, bu ularni birinchi g'alabasi bo'ladi. Ha, bazani ruslardan tortib olishdi. Bu katta shov-shuv bo'ladi. To'g'ri, barakalla. Miyani ishlatding. Ha. Obro'ga putur yetadi, shunisi muhim. Hal qilinglar, biz ketdik. Qayoqqa? Joyida vaziyatni o'rganish uchun. Menga qara. Yana bir marta o'ralashsang, oyog'ingni otib tashlayman. Yordam bermoqchi edim-ku. Sen mana bu devorning yonida o'tirsang, yordam bergan bo'lasan. Tushundingmi? Tushundim. Yaxshimisan? Yaxshi. Ehtiyot bo'l. Kechgacha dorish berish kerak. Yigitlar, Faka pozitsiyasiga borib kim otganini aniqlash kerak. Kongoliklar bormi? Sayyoh Kubanga men boraman. Yaxshi, Limon bilan sayyoh. Menman. Mana suvdan ichib ol. Aspirin qo'shilgan. Tekshiramiz. Toza. Hali iliq. Ketdik. Tepada. Ketdik. Anaqil. Bizmiz. Ha, biz. Hammasi joyda. Rus. Biz, Rus. Qurolni tushir. Yaxshi. Bu biz, hammasi joyda, yigitlar. Tushundingizmi? Juda soz. Sayyoh tarjima qil. Sayyoh. Alfa. Rus.
Rus. U rus. Barakalla, barakalla. To'g'ri. Yaxshi. Mana shunday. Tinchlan. Bo'ldi. Chinarsin, bo'ldi. Bonjour. Bonjour. Kuban limonga nega jim turibmiz? Faqat pozitsiyasida. 3 yigit va qiz, serjant. Ular nega u yerda? Tarjima qil. Pourquoi vous êtes restés? Nous devons défendre notre patrie. Vatanini himoya qilish uchun qolgan emish. Bundan xursandmiz. Nous sommes prêts à se défendre, mais nous n'avons pas beaucoup de munitions. Le commandant a pratiquement tout repris. Aytishchi mudofaaga tayyor, lekin o'q-dorilar oz qolgan. Komandiri olib ketibdi. Ularga ayt, pozitsiyada qolsin, pana qilsin, bizga ishora beruvchi sifatida ishlashsin. Tushundim. Merci. Pozitsiyani saqlang. Xo'sh, gaplashib bo'ldikmi, ketdik. Bangasu, Bangidan 720 km uzoqlikda BMT bazasi. Alo. Bu kim? Salom. Bu rossiyalik yo'riqchilar guruhi qo'mondoni. Sizdan yordam so'ramoqchiman. Sizdan 1 kilometr uzoqda 10 askarim bor. Yo'q. Yordam bera olmayman. Jangovar harakatlarga aralashish taqiqlangan. Bu odatiy demokratik jarayon. Yo'q, aralashishni so'ramayman. Shunchaki zarurat tug'ilsa, odamlarimni bazangizga qabul qiling. Gap faqat shunda bo'lsa, yordam berishga tayyormiz. Bitta qoida. Odamlaringizda qurol bo'lmasligi kerak. Tushundim. Rahmat. 100 yil oldin ular Marnada g'alaba qozonishimizga yordam berdi. Verden yaqinida ham. Hozir biz do'st emasmiz, lekin dushman ham emas. Qanday yo'l tutishni bilmayman. Fransuz sifatidami, lekin inson sifatida ularga yordam berishga tayyorman. Menga qara sayyoh. Savolimga javob ola olmadim. Politsiyadan seni nega haydashgan, ha? Qani, gapira qol. Eshitdingmi? Aytadigan gap yo'q. Sherigim o'smirni cho'ntagidan qora dori topdi. Men esa qo'yib yubordim. Xo'sh, undan qancha olding? Olmadim. Bolakayga achindim. Hayotda ko'p qiynalasan. Jasadlarni olib ketyapti. Ko'ryapman. Xalaqit qilmaymiz, balki olib uyga qaytishar. Eshitaman. Bu Yenisey, nima bo'lyapti? Hozircha tinchlik. Yordam kerakmi? O'q-dorilar zarar qilmasdi. Ertaga tongga 6 da o'q-dori bilan vertolyot boradi. Parvoz vaqti 4,5 soat. Yong'in to'ldirishi bilan birga. Juda soz. Ishlar chatoq bo'lsa, BMT bazasiga bor. Ular bilan kelishib qo'ydim. Yana bir gap. Ular qurol bilan sizni kiritishmaydi. Qurolni bazada qoldiramizmi? Mutlaqo yo'q. Jangarilarga qurolni qoldirmang. Vaziyatga qarab harakatlan. Yaxshi tushundim.
Sibiudan 30 kilometr shimolda. Mana bizni dushmanlarimiz. Jiddiy yigitlar. Chaddan kelgan guruhni aniqladi. Sibiu tomonga harakatlanyapti. 7-guruh o'sha ishlayapti. Yaxshi xabar. Banda suvda nima gap? Tunda muammo bo'lmagan. Hozir vertolyotni aslahalar bilan jo'natyapmiz. Qolgan guruhlar qayoqqa ketgan? ذهبت مجموعة أخرى دخول كلكا Hammasini aytaman deyapti. Unda gapirsin. Shoshyapmiz. Juda. La Hey, shu yoqqa. Yugur. Limon Kubanga. Kuban eshitadi. Nima bo'lyapti? Faqat pozitsiyasini RPKdan ochyapti. Jinoson, yordam bera olasanmi? Albatta. Домик маленький, 6 соток садоводства. Крыша ржавая, сарай из 3 досок. Яблоня под яблоками гнется. И 2 пары из 5 носов. Сохнут на веревке у сарая. Рукомойник из бутылки спрайта. Кот лежит на солнце, загорает. До весны не простоит сарай. Собирала на дороге мать красную смородину. Снова сыну я дал. Kuban Limonga. Kuban eshitadi. Joyimizni o'zgartirdik, tushundim. Ketdik.
покосился, скособочился осевший проволокой прикрученный забор. На фотообоях вид нездешний, солнцем залитых чьих-то снежных гор. Старый кот по имени Василий, молем, решив еще пока, и плывут по небу над Россией, а то ли тучи, то ли облака. Maket Kubanga sayyohni ko'rdim. U pulemyotni yo'q qildi. Kuni bitta yigitni. Limon Kubanga, eshitaman. Sayyohni oldiga ketyapman. Pana qil. Men ketdim, pana qil. Qayoqqa to'xta. Shu yetmay turdi. Chida sayyoh. Hozircha o'lmay tur. Dugonasini shu yerda qoldiramizmi? Hazillashyapman. Birdan bo'l sayyoh ketdik. Ketdik. Bo'la qol. Tushundim. Yo'qotishlar bormi? Ha, 2 kishi yaralandi. Faqa serjanti, ayol va serjantimiz. Kim? Sayyoh. Tushunursan, buni bilgandim. Pulemyot o'rnatilgan mashinani yo'q qildi. Yaralangan qizni qutqardi. Nega buni aytyapsan? Ehtiyot bo'l degandim-ku. Ismini o'zgartirdim. Tushunursan, bo'pti, mayli. 1 daqiqaga. Xullas, gap bunday. Eshit, vertolyot 1,5 soatda bo'ladi. Qahramonni olib ketamiz. Kut. Tushundim. Jangarilarning maqsadi Bangi. Bizning asosiy vazifamiz ularni bu yerga kiritmaslik. Shuning uchun Bangi est le but principal des rebelles. Respectivement, notre tâche principale de ne pas les permettre d'y arriver. Shuning uchun shahardagi hamma yo'nalishda 150-200 kilometr radiusda kuchaytirilgan postlarni o'rnatish kerak. Jangarilarni aholi yashash punktiga kiritmaslik shart. C'est pourquoi il faut aménager 2 points de contrôle renforcés et ne pas permettre les rebelles de s'ancrer dans les lieux habités en toute destination dans le rayon de 150-200 km de la ville. Endi deyarli hamma shaharlarda jangarilarning odamlari bor. Ensuite, les rebelles ont leur zone dans plusieurs villes. Shunga politsiya bilan jandarmeriya uchun alohida vazifa, patrullarni tashkil qilish. Juda ehtiyot bo'lib ishlash kerak. Olomon ko'tarilmasligi uchun. C'est pourquoi une tâche distincte s'impose pour la police et la gendarmerie de mettre en place de patrouilles renforcées dans ce quartier. Il faut agir surtout avec maximum de précaution pour ne pas admettre de provocation. Keyin, meni do'stim. Nega askarlaringiz pozitsiyani tark etyapti? Et encore une chose. Pourquoi vos gens quittent leur position? Nega jim turibsiz? Bu savol. Unga birgalikda javob topishimiz kerak. Bu menman. Odamlarimni to'playapman. Biz ketamiz, hammamiz. Unda sen va odamlaring pul ola olmaydi. Buni aytganida. Pullaringga tupurdim. La'nat. Bangasuvda muammo chiqdimi? Arzimas muammo. Ularni hal qilaman. Bundan tashvishlanma. Ular hal bo'lyapti. Hal bo'lyapti. Lekin sensiz, Maksim. Bangasudagi Faqa bazasidan 5 kilometr uzoqlikda.
zudlik bilan 7-da ma'lumot. Asirdan aytishicha, chatdan kelgan bir guruh yollamalar Bangasuvga ketgan. 100 kishi. Ular yaqin atrofingizda bo'lsa kerak. Shunga hozir bazani tark etishingiz kerak. Faqat qahramonlik qilma. Baka ketdi, siz ham keting. Yo'q, Yenisey, endi bu yerdan ketmayman. Hujumni qaytaramiz. Faqadan bitta askar qolgan. Sayyohni unutmadingmi? Vertolyot qo'nadigan joy bormi? Uchuvchiga aytib qo'y, evakuatsiya uchun xavfsiz maydoncha tashkil qilaman. Koordinatlarni jo'nataman. Bo'pay, qahramonlik qilma. Yo'q, o'zing aytding. Vaziyatga qarab ishla. Mana men ishlayapman. Tushundim, seni tushundim. Aloqa tugadi. Salom. Salom. Shoshilinch xabar. Bangasudagi Fakka bazasi yaqinida shartlik yollamalar aniqlandi. Ey, yigitlar! Bangasuvda hozir jang boshlanyapti. Chadlik jangarilar. Unda shoshilish kerak. Boshlanishiga ulgurmaymiz. Yo'q, yigitlar. Qahramonlik qilmayman. Pulemyotdan otishlari menga yoqmaydi. Gaplarimga quloq sol. U yerda askarimiz bor. Hozircha tirik. Biroq o'lib ketishi mumkin. Tushuntira oldimmi? Nimani taklif qilasan? Taklif qilmayman. Bu holatda 2 kishini qo'mishimizni tushunib ol demoqchiman. U bilan seni. Tushunarli. Sayyoh, sog'misan? Yana suv beraymi? Shart emas. Senga rahmat. Qo'ysang-chi. Vertolyot kelyapti. Boshqa joyga ko'chirsak hammasi yaxshi bo'ladi. Meni eshityapsanmi? Aytmoqchiman. Tashqariga chiqib tura olasanmi, a? Tashqariga toza havodan nafas olgani. Ali. Isming nima? Grisha. Alekseyman. Mana tanishdik. Sen mendan xafa bo'lma. Kechirim so'ramoqchi edim. Nima edi? Politsiyachi uchun shularga xullas. Bo'pti. Yo'q, sen meni tushunishingni xohlayman. O'g'lim Vitka. Sen tengdoshing, balki yoshroqdir. Doim safardaman. Xullas, ko'z-quloq bo'la olmadim. Yomon odamlarga qo'shilib qoldi. Qisqasi, bir yil oldin nimadir talashib, Vitkaga bosib o'tkazishibdi. Kimdir politsiyani chaqirgan. Ular kelib qarab turishdi. Kechir. Endi Vitka yo'q. Sen tiriksan. Bardam bo'l, tushundingmi? Yasha. Nega bu yerga kelding o'zi?
Senchi. Bilmadim. Yo'q, bilaman. Amerikaliklar demokratiya uchun kurashadi. Biz esa adolat uchun. Tirikmisan? Bardam bo'l sayyoh. Bardam bo'l, sayyoh. Vertolyot keldi, hozir uchamiz. Bo'ldi, ketdik. Tez. Bo'la qol, bo'l. Qana. Yaxshi, Grisha, bir narsani o'yladim. Paypolaringni olsam, qarshi bo'lmaysanmi? Maylimi? Hazillashdim. Bunkerga! Bo'ldi, ketish kerak. Hech qayoqqa ketmaymiz. Ular yaqinlashyapti. Kubang, o'qim tugadi, ketish kerak. Joyni egallang. Ketyapman. Tugadi. Kubang, 2 o'qdonim qoldi. Grusha! Shu yerdaman. Mashinaga nima bo'ldi? U endi yurmaydi. Ruslar, taslim bo'ling. 129-chi.
Pitsa buyurganmidingiz? Nima olib keldik? Rosa boplabsan-ku, ha? Qoyil. Mana bu sizlarga. Ketdik. Yashab ketasan. Ehtiyot bo'ling. Qo'ydik. Tayyormisiz? Ko'tardik. Ketdik. Qani. Bo'l. Bardam bo'l, sayyoh. Sen qahramonsan. Hujumni qaytarishdi. Hammasi omon. Bardam bo'l, og'ayni. Bangasudagilar nima bo'ldi? Bo'ldi, ketdik. Xo'sh, Maksim, qanday yangiliklar bor? Afsuski, saylovgacha Bangiga kira olmaymiz. Ruslar jiddiy muammo chiqaryapti. Keyin mamlakatga yana 300 ta odamni jo'natishibdi. 300 ta spartalikmi? Men bunday xabarni eshitishni xohlamagandim, umuman xohlamagandim. Umuman. Lekin bu mag'lub bo'lganimizni anglatmaydi. Saylov masalasini hal qila olmadik, xolos. Lekin endi muddat bo'yicha cheklov yo'q. Bir necha shaharni nazorat ostiga olsak, vaziyat bizni foydamizga o'zgaradi. Lekin siz, janob prezident, sobiq prezident, ishonaman, bo'lajak prezident. Hozircha mamlakatni tark etganingiz ma'qul. Xavfsizligingiz uchun. Qo'riqchilar, ketdik.
Mana bunga bir qara. Modul Yeniseyga. Yenisey ishladi. Jangarilar bizga qarshi kaltak ko'targan odamlarni jo'natdi. Ularni otishadi deb kutgan. Qurbonlar yo'qmi? Tinch aholi o'rtasida yo'q, lekin jangarilarda qurbon bo'ladi. Qayerga yashiringani bilamiz. Tushundim, ishlang. Furgon Yeniseyga. Yenisey ishladi. 10 tablah mashinani BMT-niki qilib ko'rsatgan va postdan o'tmoqchi edi. Ularni qo'lga oldik. Tinchlikparvar kuchlarga topshirib, mashinalar bilan birga o'zlari hal qilishdi. Tushundim. Boshaq Yeniseyga. Yenisey ishladi. Janob Tuadera bu alidagi jangchilarni qo'llashga qaror qildi. Jasur odam. Faqat bazaga yetib bora olmasligi mumkin. Yo'llarda jangarilar ko'p. Mashinasi ham ajralib turadi. Kim ketayotganini darhol payqashadi. Bu yaxshi emas, yechimi bormi? Hozir hal qilamiz. Bo'ldi, bu boshqa gap. Kuzatib boryapmiz. Roslat! Janob prezident, zirhli nimchani kiyib oling, iltimos. Bu yer xavfsiz emas. Bu menga kerak bo'lmaydi. Uni mana shu askarlarga bering. Oilalarimiz, farzandlarimiz qo'rquvni unutishini xohlayman. Asosiy vazifamiz aynan shu. Mamlakatimizga tinch hayotni qaytarish bugun har qachongidan ham muhim. Oramizda qo'rqoqlik qilib, pozitsiyasini tashlab ketganlar ham bor. Lekin aksariyatimiz dushmanga qarshi turdik. Sizlarga rahmat aytish uchun keldim. Hamma tushunib olsin. Mamlakatimiz uchun urush odatiy holga aylandi. Xalqim azoblanishini xohlamayman. Birga buni to'xtatishimiz kerak. Moskva 2021-yil 30-mart. Xo'sh, Grisha oldikmi? Yo'q, menga hozircha mumkin emas. Shifokorlar taqiqlagandagini tushunyapman. Sog'liqni tiklash kerak. Nega meni chaqirding? Menga qara, birinchidan og'ayni bir o'ylab ko'r. O'zing aybdorsan, to'g'rimi? O'sha yigitchani cho'ntagiga bekorga qora dori solib qo'yganim yo'q. Otasi kimligini bilasanmi? Yaxshigina pul ishlab olardik. Sen bo'lsa uni qo'yib yubording. Grisha, boshqa choram yo'q edi. Yo seni, yo o'zimni sotishim kerak edi. Gaping tugadimi? Dmitriy Pavlovich, xalat qilganim uchun kechiring. Sizga bir iltimosim bor. Ko'rmayapsanmi, do'stim bilan gaplashyapman. Keyin hal qilsak bo'ladimi? Kechirasiz. Grisha. Markaziy boshqarmadagi Jeka yodingdami? U hozir kadrlar bo'limida ishlayapti. Seni masalangda u bilan gaplashib qo'ydim. Qisqasi u bilan uchrashasan. Hammasini tushuntiradi. Lavozimingni rasmiylashtiradi. Komissiyadan o'tasan. Keyin safimizga yana qaytasan. Bir jiddiy ish bor. Uni hal qilamiz. Katta pul topasan, ishonaver. Adolatli bo'ladi. Aziz do'stlar, bugun Afrika markazidan qaynoq xabarlar kelyapti. Qayerga? Bugun Markaziy Afrika Respublikasida prezident Faustin Archange Touaderaning inauguratsiya marosimi bo'lib o'tdi. Eslatib o'tamiz, respublikada dekabrda prezidentlik saylovlari tashkil etilgandi. Uning natijalariga ko'ra, mamlakat yetakchisi fuqarolarning aksariyati tomonidan ikkinchi muddatga saylandi. Saylovlarni osoyishtalik bilan o'tkazish rossiyalik yo'riqchilarning ishtirokida amalga oshirildi. Shunga qaramay, jangarilarning alohida guruhlari fuqarolar urushini boshlashga urinmoqda. Shunday bo'lsa-da, mamlakat poytaxti Bangida endi osuda hayot hukmron bo'lib turibdi. Rossiyaga rahmat. Rossiyaga rahmat. Rossiyaga rahmat. Rossiyaga rahmat. Grisha, qayoqqa? Tashqariga chiqib kelaman. Я всегда уходил, чтоб не вернулся.
я всегда уходил, чтоб навсегда. Grisha, nega sen sayyohsan, a? Do'zaxga sayr qilaman. Lekin bu yer menga yoqadi.